Qirg'iz xalqining onasi, shuhadolar yo'lboshchisi, Shahid Qamchibekning onasi, 5 botirning onasi, 5 mujohidning onasi, Olimxonning rafiqasi, O'sh shahrining malikasi, Oloy tog'larining qo'riqchisi, islom dinining qalqoni, ayollar uchun namuna, otasi Mamatxonning erkatoyi, oilasining taqvodor qizi, Dadxo unvoniga ega birinchi ayol, marshal unvoniga ega birinchi ayol, Qirg'iz yerlarini Rus bosqinidan himoya qilgan birinchi ayol, Qo'qon xonligi hurmat izzat ko'rsatib unvon bergan birinchi ayol, Buxoro amirligi bilan diplomatik aloqa o'rnatgan birinchi ayol, O'rus bosqinchilarini tiz cho'ktirgan birinchi ayol, Qirg'iz yerlarida islom sharafini himoya qilgan birinchi ayol, millati uchun, qadriyatlari uchun, nomus uchun, tiz cho'kmaslik uchun o'g'illarini qurbon qilgan qahramon ayol. Qurbonjon Dadxo 1811-yil O'sh shahrining chekka bir qishlog'ida boy xonadonda dunyoga keladi. Yoshligidan dindor va tarbiyali bo'lgan Qurbonjon o'zining o'tkir aql zakovati bilan ajralib turardi. Hech narsadan qo'rqmasdi va haqni yuzaga chiqarishdan tortinmasdi. Qurbonjonning tug'ilishi Qurbon hayiti kuni bo'lgani uchun o'sha davrda qirg'iz xalqining urf-odatlariga ko'ra Qurbon deya ism qo'yiladi. Otasi erkalatib Qurbonxonim mening deyishi bilan Kurmanjan yoki Qurbonjon nomi bilan tarixga kiradi. Onamiz Qurbonjon shu qadar matonatli va cho'rtkesar ediki, qishloq erkaklari yuziga tik boqa olmasdilar. Qurbonjon Dadxo voyaga yetgach, yoshligida unashtirib qo'yilgan Qul Saidbekka turmushga uzatiladi. Ammo Qurbonjon xonim Qul Saidni yoqtirmaydi. Lekin qirg'izchilik, musulmonchilik odatlarini inobatga olib, ota-onasiga qarshi chiqmay turmushga chiqadi. Ammo biroz vaqt o'tgach, Qul Saidbek bilan uzoq yashay olmasligini tushunib, yuzlab chaqirim masofadan bo'lsa ham bir o'zi otasining uyiga tunda qaytib keladi. Bu payt urf-odatlariga ko'ra ayol erining uydan qaytib kelishi juda katta uyat sanalardi. Endi qishloqda gap so'z chiqadi deb turilgan bir paytda aksincha Qurbonjonga juda katta ehtirom ko'rsatiladi. Kuyov tomon olib ketish uchun kelganida otasi chiqib, "Qizimni bir marta majburlabman, ikkinchi marta unday qilmayman" deya qizini bermaydi. Shunday qilib Qurbonjon otasining uyida yashay boshlaydi. Qurbonjon xonimning jasoratlari va aql zakovati haqida o'sha paytdagi O'sh dadxosi Olimbek xabar topadi. Olimbek Qurbonjonga xaridor bo'ladi. Ammo bu paytda Qurbonjon birinchi eri bilan ajrashgan bo'lsa-da, nikoh hali uzilmagandi. Olimbek Dadxo Qurbonjondan unga turmushga chiqishini so'raganda, u shunday javob beradi: "Men hali ham shar'iy nikohda birovning ayoliman. Shunday ekan siz tugul Qo'qon xonikesi ham menga uylana olmaydi" deydi. Bundan ko'rinib turibdiki, Qurbonjon xonim shariat, fiqh ilmlarini ham yaxshi bilgan. Olimbek birinchi erini chaqirtirib, uni boshini ochishni so'raydi. Ana shundan keyin Qurbonjon O'sh dadxosi, bizning tilda aytganda O'sh generali Olimbekka turmushga chiqadi. Qurbonjon xonimda liderlik, qat'iyatli sifatlari borligi uchun Olimbek bilan turmushda tezda muhabbat rishtalarini bog'laydi. Bu juftlik o'zaro muhabbat va din arkonlari asosida uzoq vaqt birga hayot kechiradi. Kunlarning birida kuyovi Olimbek Dadxo kofirlar bilan bo'lgan jangga otlanarkan, ayoli Qurbonjon xonim shunday deydi: "Siz hech qachon bizni o'ylab jangni tashlab kelmang. Biz uchun kofirga tiz cho'kmang. Men sizni yaxshi ko'raman. Ammo ortingizda turgan o'g'illaringiz qo'rqoq Olimbekni emas, shahid, qahramon Olimbekni o'g'li deb chaqirilishini istayman. Mening kuyovim, bilaman siz uzoq vaqt uyda bo'lmaysiz. Shunday ekan, ko'zingizni zinodan saqlash uchun va sizga xizmat qilish uchun yoshroq ayol topib uylaning, u sizga qarab tursin" deb aytadi. Bunday buyuk ayolning eri bo'lgan Olimbek Dadxo ayolining bu so'zlaridan yig'laydi va undan rozi ekanligini, agar shahid bo'lsa jannatda ko'rishishini aytib xayrlashadi. Ayol aytgandek, o'g'illarini dushmanga qarshi tiz cho'kmaydigan qilib tarbiya qilishini aytib vasiyat qiladi. Qirg'izlar rahnamosi Olimbek Dadxo 1865-yili Chimkentda ruslarga qarshi bo'lgan jangda og'ir yaralanib shahid bo'ladi. Xalq uni 52 yoshli ayoli Qurbonjonni Dadxo qilib saylaydi. Qurbonjon Dadxo ruslarga qarshi juda ko'p urushlar olib boradi. Qurbonjon Dadxo siyosiy holatlarda va urush holatlaridagina tashqariga chiqardi. Chunki ayol kishi ham islom himoyasida jihad qilishi, yerlarni himoya qilishda erkaklarga yordam berishidan shariat qaytarmaydi. Boshqa paytlar Qurbonjon Dadxo uyida farzandlari tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lardi. Ammo Makka Rus bosqinchilari
bu jasur, oqila, matonatli ayolni qurol kuchi bilan yengishga yo'l topolmay, fitna aldovga o'tishadi. Turkiston general gubernatori Fon Kaufman Qurbonjonning ikki sarkarda o'g'li Abdulla Bek va Botir Beklarning faoliyatini cheklaydigan aldov shartnomaga imzo chekishga majburlaydi. Boshqa o'g'li Mamatbek va ikki nabirasini Sibirga surgun qilishadi. Kenja o'g'li Qamchibekni esa O'sh shahrida dorga osadilar. Qurbonjon Dodxo o'g'lining dorga osilayotganini o'z ko'zi bilan ko'rish uchun hech qanday soqchilarsiz, biror qo'rquvsiz maydonga keladi. Shunda O'shning o'zbek va qirg'izlardan iborat yosh yigitlari kelib, "Onajonimiz, bizga ozgina ishora qiling, o'g'lingizni qutqaramiz" deb aytishadi. Ammo Qurbonjon Dodxo o'ta zukko ayol edi. Agar ishora qilsa, katta urush chiqishi, zamonaviy qurollarga ega ruslar ko'plab qirg'iz va o'zbek o'g'lonlarini qirib tashlashi mumkin edi. Va ruslar ham aynan shu ishni kutib turishardi. Natijada Qurbonjon Dodxo yalinib kelishi va ruslarga tiz cho'kishi kerak bo'lardi. Agar o'shanda Qurbonjon Dodxo bitta ishora qilib qo'yganida, Aloyning jamiki qirg'izlari va o'zbeklari otlanib, uning o'g'lini qutqarib qolishardi. Ammo dono ayol qirg'iz va o'zbek yoshlariga qarab, "Hozir bolamni saqlash uchun harakat qilsam, xalqim qirilib ketadi. Bu ishim bu dunyoda ham, oxiratda ham kechirilmaydi. Taqdirda shu yozilgan ekan, men roziman. Kofir qo'lida o'lish bu shahidlikdir. Duo qilinglar. Alloh o'g'limni shahidlardan qilsin." Qurbonjon Dodxoning o'g'li Qamchibek dor oldiga olib kelinganida, ona o'g'li oldiga borib unga dedi: "Qamchibek o'g'lim, nega boshingni egyapsan? Boshingni ko'tar, tik tutuni. Qo'rqma. Bobolaring ham vatani va dini uchun qon kechishgan. G'ayratli bo'l. O'g'lim, bergan sutimdan roziman. Hozir sen bilan oxirgi marta ko'rishib turibmiz. Oxiratda onangni unutib qo'yma. Kalima-i shahodatingni ayt, iymoning senga sherik bo'lsin." Onasining bu so'zlari o'g'lini mutlaq xotirjam qildi. Qamchibek jannatni ko'rib turgandek o'limni qarshi oldi. Qonxo'r kelib Qamchibek turgan kursini tepib yubordi. Jussador kuchli bo'lgan Qamchibekni ip ko'tara olmay avvaliga uzilib ketdi. Uni ikkinchi marta yana osishdi. Bu manzarani ona izor kuzatib turardi. Qalbining mevasi bo'lgan kenja o'g'lini ikki marta onasi ko'zida dorga osishdi. Allohning la'nati bo'lgunlar. Onaning qalbi tilka pora bo'ldi. Ammo Qurbonjon Dodxo zarracha bo'lsa-da, bu qayg'usini rus bosqinchilariga sezdirmadi. Ko'zini ro'moli bilan to'sib, otini ortga burib qaytib ketdi. Qurbonjon Dodxo onamiz 96 yoshida bu foniy dunyo bilan xayrlashdi. Qurbonjon Dodxodan keyin 30 ga yaqin nabira chevaralari rus bosqinchilari tarafidan otuvga hukm qilindi. Oq muzli qoyalar, otloqlar va dalalar xalqimizning joni bilan barobar. Son sanoqsiz asrlar tog'larini makon deb saqlab berdi bizning ota-bobolar. Olg'a yur qirg'iz xalqi ildamla ozodlikning yo'lida, o'nikkin o'skin o'z taqdiring qo'lida.